insonlarni hurmat qilish haqida hikmatli so'zlar. Insonning haqiqiy go'zalligi tashqi ko'rinishida emas, balki uning odobi va axloqida namoyon bo'ladi. Hurmat qilish yaxshi tarbiyaning belgisidir. Boshqalarga hurmat ko'rsatgan inson har doim hurmat topadi. Kattalarni hurmat qilish xalqimizning eng go'zal qadriyatlaridan biridir. Ularning hayotiy tajribasi katta boylik hisoblanadi. Ota-onaga hurmat va xizmat qilish insonning eng oliy burchlaridan biridir. Kichiklarga mehr ko'rsatish va ularni qo'llab-quvvatlash insonparvarlikning muhim belgisidir. Muomalada shirin so'z bo'ling. Bir yaxshi so'z insonning qalbini yoritishi mumkin. Hech kimni kamsitmang. Har bir inson hurmatga munosibdir. Kamtarlik insonni bezaydi. Manmanlik esa insonning qadrini tushiradi. Birovning xatosini masxara qilish o'rniga unga to'g'ri yo'lni ko'rsatish yaxshiroqdir. Hurmat faqat yoshga emas, insonlikka ham beriladi. Yaxshi xulqli inson har doim qadrlanadi. Suhbatda boshqalarning gapini bo'lmaslik ham odob belgisidir. Insonlarni tashqi ko'rinishiga qarab emas, qalbi va amallariga qarab baholang. Rahmat aytishni va yaxshilikka minnatdor bo'lishni odat qiling. Minnatdorlik insonning fazilatini ko'rsatadi. Birovga yordam berish uchun boy bo'lish shart emas, samimiy so'z va mehr ham katta yordam bo'lishi mumkin. G'azablangan paytda ham odobni saqlay olgan inson haqiqatdan kuchli insondir. Kattalarning nasihatlarini diqqat bilan tinglang. Ular hayotning ko'p sinovlaridan o'tgan bo'ladi. Kichiklarga mehribon bo'ling. Ular sizdan ibrat oladi va kelajakda shu munosabatni boshqalarga ham ko'rsatadi. Hurmat talab qilishdan oldin o'zingiz hurmat ko'rsatishni o'rganing. Kamtar insonning qadri vaqt o'tishi bilan yanada ortadi, chunki odamlar uning samimiyatini his qiladi. Insonlar qalbiga yo'l topishning eng yaxshi usuli yaxshi axloq, shirin muomala va samimiy hurmatdir.